Bo'pti kelar, xavotir olmang. O'rtog'im aylan. Sen tez haydaverasan. O'shaning uchun o'zim haydayman. Lekin ertaga sen haydaysan, tushundingmi? O'tiraverasan mana shunaqa? Yaxshi. Menga yaxshi. Menimcha sen mana shu o'tirishda tez kunda o'lib ketsang kerak-a. Undan ham yaxshi. Agar sen o'lib ketadigan bo'lsang, xotiningga uylanib olaman. To'g'risi yaxshi ko'rardim xotiningni. Qanimi? Chiroyli, kelishgan juvon bo'lsa, ha? U ham baxtli bo'lishi kerak-ku. 10 gulidan bir gul ochilmagan hali g'uncha bo'lsa, o'z xotiningni ham ko'ngli bormi deb o'ylab qolaman deyman-da. Har borganimda kulib, qarab, imo-ishora qilib qo'yardi. Biz baxtli bo'lamiz hali. Onda-sonda seni ham eslab turamiz-ku, lekin baribir unutib yuboramiz. Teshik ko'zimcha ko'chada qolmaydi. Yetishadi-yu. O'rtoqniki o'rtada deb. Turdingmi o'rtoq? Seni o'rningdan turg'izish uchun tashna gaplarni gapirishim shartmidi? Avvalidan keyin o'rtog'ingizni umurtqa va oyoq suyaklariga jiddiy shikastlangan. O'z holiga qaytish uchun vaqt kerak bo'ladi. Nutfa komplekslari orqali tiklanish tezlashadi va suyaklar tezda qayta rivojlanishni boshlaydi. Lekin o'rtog'ingiz davolanishdan bosh tortyapti. U ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. Hayotdan uzilib qolgan. U hozir eshitadi, ko'radi, lekin munosabat bildira olmaydi. Unga yordam bermoqchi bo'lsangiz, bularni ichiring. Va avvalgidek orangizda bo'lishi uchun qandaydir turtki kerak. Bilmadim, bu kuchli qo'rquv, hayajon, xursandchilik, har qanday emotsional zarba bo'lishi mumkin. Unga yordam bering. Shundan o'zing haydab borasan. Boringga shukr.